Lekin bugun sizlar bilan qimor qanday qilib insonni hayotini buzadi, ya'ni nafaqat pulni oladi, balki uni hayotini barbod qilishga qodir. Chunki siz qarzdorlik botqoqiga kirgandan keyin faqat miyangiz, o'ng ostingiz qimor ichida bo'lib qoladi. Siz faqat yana shu o'yin ichida aylanib yuraverasiz, qarz olasiz, o'ynaysiz, yutkazasiz, yutkazganimni qaytarib olaman deb yana o'ynashni boshlaysiz. Meni videolarimni kuzatib, o'zi to'g'ri qaror qabul qilib, tan olib, bir kuzatuvchimiz menga audio zapisini jo'natdi. Shu kelajakda yosh insonlarni kimnidir hayotini qutqarsa, nur ustiga a'lo nur bo'ladi deb manfaatli video bo'lish maqsadida o'z audio zapisini jo'natdi menga. Shu audio zapisni bugun shu videoni sizlarga taqdim qilmoqchiman. Marhamat, eshiting. Juda azobga berilib ketarkansizda. Menda ham shunaqa bo'ldi. Shu mayda summalar bilan katta summalar yutdim bir-ikki marta. Endi hayotni o'zgartira oladigan katta summa emas u. Masalan, 30 ming bilan 1,5 million, 2 million shu atrofda yutgan paytlarim bo'ldi. 200 ming bilan kirib 4 milliongacha chiqarib olgan paytlarim bo'ldi. Mana shu narsani odamni aldab qo'yarkanda. Keyinchalik o'ylab qolasiz, mayda summaga shuncha beryapti, kattaroq summa kirgizib o'ynayman deb. Shu narsa hayolimga keldi. Kattaroq summa kirgizib o'ynashni boshladim. 200 ming, 500 ming, 1 million. Keyin yutqazishlar seriyasi boshlandi. Yutqazaverdim. Bir kunga 8 milliondan yutqazgan paytlarim bo'ldi. O'sha payt hayot ko'zingizga qorong'i ko'rinadi. Nima qilishni bilmaysiz. Keyinchalik yig'ishtiraman deb o'sha birinchi marta yutqazganimda katta summa yig'ishtiraman, o'ynamayman deb bir oycha o'ynamay ketdim. Bir oydan keyin yana turadi-da narsa, yana pul to'plangandan keyin yana boshlandi. Unda ham yana yutqazdim 5 millioncha. Yana o'chirib tashladim, bir-ikki oy o'ynamadim. Keyin yana pul to'plangandan keyin yana kirdim. Oldinlari birinchi qilgan depozitimni yutqazsam o'ynamasdim, keyin qayta kiritadigan, qayta pul kiritadigan bo'lib qoldim. Masalan, hozir 200 ming tashlab yutqazsam, izidan 500 ming. 500 ming yutqazsam 1 million. 1 million yutqazsam, izidan 2 million. Shunday qilib oxiriga pulimgacha yutqazib, keyin tinchidimda. Endi mendan juda katta pul bo'lmasdi, 5-6 million yig'ib qo'yardim, o'shani yutqazib, keyin tinchirdim. Agar bersa 1,5 qarz olardim. O'ynab oxiri keyin kreditlargacha oldim, kreditlar yutqazdim. Hozir 10 millioncha kredit qarzim bor. Shu 10 million kredit yutqazdim. Keyin odamlardan 1-2 so'm qarz olib yutqazdim. Oxiri o'ylab tushunib yetdim, bu narsani qaytarib olishda iloji yo'q. Yoki bu o'yinda yutuqda o'zi yo'q. Chunki deganda yutuq bergan payt chiqib ketib o'ynamay umuman bloklab tashlasangiz, shunda yutgan bo'lasiz. Unga qarshi ketib oxirigacha o'ynasangiz albatta yutqazasiz bu o'yinda. Shu narsani tushunib yetdim keyin. Keyin mana Ruslan akani videolarini ko'rdim. U kishini o'zini hayotini o'tgan voqealarni aytgan, ularni eshitdim. Hammasi haqiqatdan rost gaplar. Ruslan aka aytgan har bitta gap rost gaplar. U sizni miyangizga joylasha oladi, sizni boshqaradi. Shunday tuzilgan algoritmki, sizni shu yutqazsangiz ham undan nima deydi? Yutqazishni bilsangiz ham o'ynaysiz baribir. Nimadir ichingizda sizni boshqaradi-da. O'shaning uchun iltimos, agar imkoni bo'lsa, mana shu narsani qaytib o'ynamanglar. Shunchalar nima deydi, o'ynamaslik sizlar uchun shunchalar qiyin bo'lsa, boshqa narsaga chalg'ish kerak. Unga yutqazgan pullarga nimalar qilsa bo'ladi? Masalan, men shu paytgacha 1,5 yil ichida 40 million oshiq pul yutqazdim. 40 millionga men bitta
mashina olsam hozir mashinam yo'q, bitta mashina olsam bo'lardi. Yo bo'lmasa birorta kichikroq biznes boshlasam bo'lardi. Hamma ayni ketgan narsa ketdi, endi bu yoqqa achinib o'ylashdan foyda yo'q. Lekin o'sha xulosani boshda chiqarganimda mana shu narsaga kirmasdim. Men shuncha stress, asab, uyqusizlik yetkazilgan puldan qimmatga tushyapti narsalar. İnsanlar o'ylab, fikrlab ish qilinglar, iltimos. Bu narsani oxiri yo'q. Bugun yutarsiz, bugun mayli. Omadingizga 100 million pul yutdingiz ham deylik. Lekin ertaga nima bo'lishini bilmaysiz, yaxshi o'ylasangiz. O'sha 100 millionni 1 soatga qolmay qaytarib olish mumkin. Shunaqa. Iltimos, hech kim o'ylamasin mana shuni. Mana audio zapisini eshitdingiz. Xulosa sifatida nima demoqchiman? Har qancha o'zingga ishonma, o'ynayapsanmi, yutqizishing aniq. To'xtatdingmi, sen g'olibsan. Vaqtida to'xtating, tan oling, to'g'ri qaror qabul qiling. Hayotingni o'zgartir. Sen yolg'iz emassan. Bu botqoqlikdan chiqsa bo'ladi, qimor o'yinini tashlasa bo'ladi. Bu video yoqqan bo'lsa like bosing, fikrlaringizni kommentariyada yozing. Bu botqoqlikda qimor olamida yurgan insonlarga va ularning yaqinlariga bu videoni ulashib qo'ying. Yangi kameraga pul yig'moqdamiz. Videolarimiz sifatli chiqishi maqsadida o'z hissangizni qo'shing. Keyingi video sizning haqqingizda bo'lishi mumkin. Shapka profilda Telegram gruppamiz bor.